Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. İctimai tarmoq orqali bizlarni Bag'at aka-uka avtosavdoni podpischilari. Bugun 2025-yil 22-oktyabr navbatdagi kechki savdomiz trading asosida barter hisobida bo'ldi. Mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'imizni Bag'atdan Bekzod bekamizga Bag'at Pobedadan berdik. O'zlarining Damas mashina bor ekan, 2024-yilda ishlab chiqarilgan tayyor holatdagi Damas'ni 85 million so'm aldik. Bu mashinamiz 100 million so'm verdik. Üstünün pullarını narx ekan, barter hisobida bo'ldi. Agar razımsınız? Razı. Hayranı görün, yaxshi günler eminim. Tilak istekler olsa açısınız mümkün. Ne diyeyim? Ahmet işeydi. Savunma bulaversin. Rahmet. Yine günü bile hem hafta savdalar gördüler. Gelip şu işi maşinimizi görüp gitverdiler. Savdamızı okşadı. 100 milyon soma bereket kıldık. Bu maşinimizi 85 milyon soma aldık. 24. yılda işlep çıkarılgan. Elegant diske, yumuşak balon, metan, çikol, polik, şumke, mevcut kılıngan. Kullas heydi isla maşinini aldık. Doğru. 85 milyon so'm özünü puluna beramiz. Bir 10 milyonlar bilan kreditimiz chiqadi. Buni ertaga отдельный özünü obzor qilib pasa beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa telefonlashib kelaverasizlar. Buyurlarimiz ko'p, messalarimiz katta, sotiladigan mashinalar bo'lsa kelsangiz sotib berish variantlari bor. Chiroyli savdo qilib beraveramiz. Nabiyalar ham mashinalardan to'ldirib qo'ydik. Xudo xolasa kelaverasizlar. Chiroyli savdolarimiz qilib beraveramiz qo'ldan kelgancha. Klientlarimiz kelib turib bugunda savdolarimiz o'xshab turibdi. Rahmat, kuzatib boraverasizlar, jonlari sog' bo'lsin.